Samarqand viloyati Pazdarg'om tuman Shakartepa mahallasida ikkita ona bola sigir sotiladi. Hurmatli kuzatuvchi, ikkinchi tug'ishga hamda bunisi 4-5 atrofdagi tug'gan sigir. Bular haqida bizga qisqacha demak, Dehqon akamiz ma'lumot berib o'tadi. Ikkalasining ham bolasi Navoz. Barchaga assalomu alaykum, barchaga bayram muborak bo'lsin. Do'stlar, Samarqand Pazdarg'om, ya'ni Shakartepa mahallasi, mana bu Mevalidagi katta kollej. Juda ham ko'pchilik yaxshi bilishadi. Katta Qo'rg'on hamda Juma yo'nalishidagi, Juma shahar yo'nalishidagi. Shuni ro'paras katta poliyani eng oxirida uylar boshlangan. Mana bu ko'rib turibsizlar, ona bola sigir sotiladi. Hormay, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Sog'lik. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayramlar bilan mana ikkita obunachilariga hammaga bayramlar bilan. Bir ikkita sigirimiz bor edi. Sotishga qo'ydik aka. Bola Navoz. Bolasi Navoz aka. Ikkalasini ham. Ikkalasi ham. Necha oylik bo'ldi bolasi? 2 oydan oshdi aka mana shu. 2 oydan oshdi. Uzoqchani qo'poqchalarigacha ko'rsatamiz. O'qishani ko'rsin aka. Bizlar unday kengliklari. Sizga ham qiziqmaymiz aka, lekin sovladi aka mollar yetib, buzoq emgan emas aka. Nechinchi tug'ishga? Ikkinchi bolasi aka buni. Ikkinchi bola. Boya aytdingiz qochdi ham dedingiz. Qochdi aka bu. Qochdi deyapti mana. 20 kundan oshdi aka, qo'yildi Novosga. 20 kundan oshdimi? 20 kundan oshdi, Novosga qo'yildi. 10 tadan suti bor aka sigirlarning. Hozir necha litr sog'yapsiz? Aka, bolasidan tashqari 5 litr sog'olyapmiz. Ikkita yilini bolaga, ikkitasi onaga. onaga. Shunday. Demak, shunday. Mana, hurmatli aka-ukalar. Ikkitasi bolaga, ikkitasi egasiga, xudo xolasa. Yosh mol aka. Chiroyli, tishlarini bitta ko'rsatib o'taylik. Shuni ham ko'rsatib o'tamiz aka. Hozir ko'rdik ham, turkirak ekan, yana turkirak xonajin aka. Mana aka, turkirak xonajin, buzoq tishlar mana. Gap yo'q. Turkirak xonajin. Turkirak xonajin. Demak, buni necha ham qo'yamiz bahosini? Aka 40 million qo'ymayman aka men. Kelishtirib aytdim. 40 38 bersin bo'ladi aka. 38 million, ha? Savdo qiladi aka yana. 38 million. Bunisi-chi? Bunisi yana aka 4-bolasi sigirdi. Xo'p. 10 ta suti bor, bolasi ho'kizcha. Bola ho'kiz. Ho'kiz. Buni ham bolasi tashqari 5 litr sov oladi aka. Bundan ham, ha? Ha. Ana buzog'i. Qizil buzoq. 2 yilinidan 5 ta sov oladi. Ikkitasini bolasi, ikkitasini demak, u onasini o'zida qoladi. Shunday. Egalari sog'ib oladi. Mana sigir. Buni necha baho qo'ydingiz? Aka 35 demaymiz aka, 34 million bersin bo'ladi. Tishini ham ko'rsatay buni ham. Mana aka, tishini ko'rsin. Ko'rsatib o'tamiz aka. Endi biladigan bor, biladigan bor. 50 soati yavash gap kiramiz mana aka, tishi ham. Mana. Yaxshi, yomon emas. Buni necha qilib beramiz? 35 emas, 34 bersan kami bor aka, savdo qilamiz. 34 million, yana savdolari bor. Yana ham kelishtirib beradi. Akalar, xudo xolasa yaxshi mollar ekan, dehqonlardan ko'pchilik izlab yurganlarga. Aytib, pardoz andoz qilinmagan mollar aka. Mana. Aytib, yuvib, tarab, boshqa qilib, u shunday mana poliyada mollar yuribdi aka, shu yem-pem yegani yo'q aka hali lekin. Yem berganimiz. Umuman yem yegan, shu o'tda yuribdi aka. O'tda shu o'tda shu sutni beryapti aka. Aytib, yem bersa, yana ko'paytirar aka. Bir qism yem yegani yo'q mollar. Gap yo'q lekin. Shu turishiga.